Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana bir darvozamizni Samarqand Oqdaryo Loyish degan joyga o'rnatdik. Akamiz bilan dogovorimiz bordi. Xudo xolisa patkulich holatda kalitini topshiramiz dedik. Darvozani ustunovka qilib bo'ldik. Aka mana kaliti. Inshaalloh yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Aka internet tarmog'ida zakaz bermoqchi bo'ladi sizga o'xshagan klientlar. Shularga o'z fikringizni bildirsangiz, kimgadir foydasi bo'lib tegadi, manfaat. Mato'g'an aka, birinchi o'chirda rahmat sizga aka. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yaxshi. Ishlaringiz bundan ham rivojlansin. Nima deymiz? Internet tarmog'idan YouTube'dan ko'rib shu narsani chaqirdim, keldilaringiz. O'lchab, bichib hamma narsasini bir oy davomiga qolmasdan kelib o'rnatib berdilaringiz. Kattakon rahmat aka. Ish jarayonlarini tashlab bordim sizga. Ish jarayonlariga masalan hammasini sizga ko'rsatib, hammasini Telegramdan tashlab ko'rsatib berdingiz. Grunt opkasi, boshqa qashqasini hammasini. Addushi xursandchilik. Gap yo'q lekin. Bo'ldi aka, sog' salomatlikda ko'rishaylik, buyurib nasib qilsin.